Dorilaringizni vaqtida iching. Operatsiyangizga albatta pul topamiz. Axir sizni manda o'g'lingiz bor, oyijon. O'zingga qarasang bo'lmaydimi? Qilaymi? O'zingchi, katta xolangning hovlisimi bu? Xohlaganingcha ovqat yeb yuradigan. Hozir shu bilan boshingga solaman. Ey, kasal ekansan o'san. Ahmoq, suhbatga shunaqa kiraman men endi. Voy. Sen hammasini udalaysan, oying uchun. Kechirasiz, bitta ahmoq deb. Oho, Xotlanch xonim o'zlari-yu. Ishxonada ham xuddi hayotdagidek mehribonsiz deb umid qilaman. Manam. Ish tajribingiz? 2 yil. Nimaga ishdan bo'shadingiz? Men bo'shamadim. Kompaniya yopilib ketdi. Qaqqa borsam muammo orttiraman deng. Voy, nimaga ekan? Men yopmadim, o'zi yopilib ketdi. Ahamiyatsiz. Siz ishga qabul qilindingiz faqat ikkita shart bilan. Birinchisi, ertalabki uchun meni kechirasiz. Ikkinchisi, har kuni obedda menga bittadan Xotlanch olib kelib turasiz. Kelishdik. Bir kechaga qiz topish shunchalik qiyinmi? U shunchaki ota-onamni oldida sevgan qizimni rolini o'ynab bersa bo'ldi. Yasmin ham o'sha yerda bo'lar ekan. Nech pul desa ham beraman. Oyjon. Nech pul desa ham beraman dedim-ha? 70 million. 70 million. Ota-onamni oldirasan meni? Bilaman, xotining bo'lib berishim kerak. Lekin ko'rinishing. Unisidan xavotirman. Kedirem bu akşam, kedirem gülüm, gidirem gülümüzün solacak sevgiyiz. Ketdikmi? İlyos, bu yoqqa. Darhaqiqat. Voy, mamani nimaga ovolding? Mani qornim tez ochadi. Bu mani perekusim. Mani uyimda och qolmassan. Buni senda kim bo'ldi? Jilmay. Anchadan beri tanishmisizlar? Ha? O'g'lim, qizimiz xazina olib kelibsiz-u? O'g'lim sizga yoqadimi? Haligi bo'lsa, bir oydan keyin to'y. Nima? Nima qilamiz kutib? Keyingi hafta qilib yuboraylik. Bo'pti. Ixtiyor o'zinglarda.